Assalamu alaikum everybody. Welcome to lesson 1 of our English grammar roleplay course. Bugun biz sizlar bilan eng muhim mavzuni o'rganamiz, ya'ni to be, MSR. To be o'zi bo'lmoq degani. Buni ingliz tilini o'rganayotgan barcha inson mukammal bilishi kerak. Tayyormisizlar? Unday bo'lsa boshlaymiz. To be 3 xil shaklda keladi. M, is, are. I ga am bilan, he, she, it ga is bilan, he o'g'il bolaga nisbatan u, she qiz bolaga nisbatan u, it esa predmetlarga nisbatan u deyiladi. He, she, it ga is, we, you, they ga are. Endi bularni kontekst jumla orqali ko'rib chiqamiz. I ga boshladik. I am a teacher. Men o'qituvchiman. He is my brother. He o'g'il bolaga nisbatan u mening ukam. She is kind. Qiz bolaga nisbatan u bo'lgani uchun u mehribon. We are friends. Biz do'stlarmiz. They are students. Ular talabalar. Videoni shu joyda pauza qiling va mana shu har bir gaplarni 3 martadan takrorlang. Bularni endi qisqartirilgan shaklda ham bor ekan. I am niki I'm, he is niki his, she is niki she's, it is niki it's. We yuzayni ko'radigan bo'lsak, we are, you are, you're, they are, they're. Endi esa sizlar bilan mini dialogga o'tamiz. Xo'p, tayyor bo'lgan bo'lsangiz, mini dialogga o'tamiz. Tanishuv, Alex va Johnni tanishuvi. Alex: Hello, I am Alex. Salom, men Alexman. John: Hi, I am John. Salom, men Johnman. Alex: Are you a student? Sen talabamisan? John: Yes, I am. Ha, men talabaman. Alex: Great, I am a teacher. Ajoyib, men esa o'qituvchiman. Endi esa mana shu mini dialogni uydagi ukangiz, akangiz yoki opangiz, singlingiz bo'lsa, o'shalar bilan har kuni takrorlab yoki shunga o'xshash mini dialog o'zlaringizga o'girib tutsalaringiz ham bo'ladi. Endi esa oilangizni tanishtirganingizda holatni ko'rib chiqamiz. Siz aytasizlar: He is my father. U mening dadam. He is a doctor. U shifokor. She is my sister. U mening singlim. She is 10 years old. U 10 yoshda yoki-da she is 10 deb qo'ysangiz ham bo'ladi. Years old shart emas. We are a happy family. Biz baxtli oilamiz. Endi esa buni ham har kuni shunday takrorlab yurasizlar yoki o'zlaringizning oilalaringizga moslashtirib shunaqa bitta misol tuzib olasizlar. Video yoqqan bo'lsa like bosing, menga obuna bo'lib qo'ying va har kuni shunday grammatik mavzularni o'tkazib yubormang. Biz hozirda bir grammatikani emas, balki speaking qismini ham o'rganyapmiz. Bu holatda mavzuni yaxshi o'zlashtirasizlar, speakinglaringiz ham oshadi. Sog' bo'ling.